Ey, o'rsanchimiz. Biz birinchi borganimizda reanimatsiyada yotuvdingiz. Qaratilgan ham chiqyapsiz. Oldingiga nisbatan yaxshi tomonga o'zgarishlar bormi? Yaxshi, yaralar qotyapti. Pannenikini operatsiya qiladi. Ter qo'yadi. O'zimdan olib yoqib qo'yadi. Badanda ham bor edi yaralar hali. Setkada yotar edik. Yostiq ham yo'q edi. Buni setkani o'zida yotar edik. 2 oy setkada yotdim o'zim. Yopishib qolar edi setka orqama. Zo'rg'a ajratib olar edik. Quloq taraflari ham yonganda, o'shani hisobiga yostiq ham qo'ymaganda, setkani o'zida yotgan, boshlari polni yuzi yonib ketdi-ku. O'shanga havo kirsin deb setkada yotib qo'ygan. Yostiq o'shaning uchun qo'ymaganda. Demak, hozir operatsiyani oyog'ingizdan boshlayapti. Oyog'i uvishib qoladi-da, keyin mana bunaqa qilib o'tirish kerak har anaqada. Bukilib qolgani hisobiga bo'lsa kerak. Почти 5 oydan beri bitta joyda yotganlari uchun shu uvishib qoldi. Shunaqa qilib turinglar dedi, operatsiyaga tayyorlash kerak. Ey, o'rsanchimiz. Mana masjidgachada buyog'iga уже og'riydi-da. Oyog'i вообще bukilib qolgan. Umuman ocha olmayapsizmi? Ocha olmaydilar oyog'ini. Bitguncha ham ancha vaqt ketar ekan-da, 1 oy uzoq bilan. Har bitta operatsiyasi oralig'i 20 kun, 15 kunlar. Shunaqa bo'lar ekan eshitishimiz bo'yicha. Hozirgi kungacha qancha pul ketdi Abduxayr? To'g'ri. Aytib ketdi, qarz bo'lib qoldik biz. Esimda yo'q, ketdik, dara borib berib. Qarz ham olib berdik. Kunni to'ladik. Chasni o'tirib ko'p ketib qoldi. Chiqadigan kunni qarz to'lamasang chiqarmas ekan, keyin olib bering. Qancha bo'lgan? Uyga daftarga yozgan. 28 ming bo'lsa kerak. Olajon, ehsonsevar xalqimiz tomonidan 121 million so'm pulni qabul qilib olasiz. 10 ming dollar AQSh dollari atrofida bo'ladi. Rahmet. Barlarına şükür sendirgen rahmet. Aman bo'ldi. Rahmet. Rahmat, katta rahmat. Hammaga pullardan bergan bo'lsa. Nima niyat bo'lsa, niyatlariga yetsin. Ishlari oldiga yursin. Hech qachon kasal bo'lmasin. Sizlarga o'xshagan farzandim har doim tilayman, farzandlarim sizlarga o'xshagan kambag'allarga, yetim yesirlarga yordam beradigan farzandlarim bo'lsin, to'rtalasi ham. Ilohim xalqimga rahmat, kim ehson bergan bo'lsa uyida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Iloh, amin. Yurak amri xayriya jamoat fondi. Olganim emas, berganim o'zimniki.